Kelini sportsmen ekanmi? Shunaqa. Ovani o'zi. Qani ushlab turchi. Voy, rosa ham chiroyli qiz ekan. Voy, bolam, qo'y shu qizingni yaxshilab o'ylab ko'r. Uylansam faqat shu qizga uylanaman. Biz bir-birimizni yaxshi ko'ramiz. Voy. Unda mayli, qo'sha baxtli bo'linglar. Xo'p, yashaylik. Baxtli bo'laylik. Pulchionim o'zimmi? G'ulom aka, to'ydan keyin trenirovkalarim qolib ketdi. Uyingizda sharoit ham yo'q ekan. Trenirovkalaringni men bilan qilsang bo'lmaydimi? Bo'ladi. Voy, adasi, o'g'lingiz ovozimi? Yo'q. Voy tushar! Men boshqa birovga yedim. O'g'ling ekan. Yoshligida qaziqartib beritsam, davleniyasi oshib ketadi deding. Mana ahvol. Oy, belim! Voy, bolam. To'xta. Yordam bering, oy. Qatga to'xtab turing, turpat qotib qolib ketdi. Sharmanda, o'g'limni sudrab olib kirib ketyapti. O'g'lim hey! Yaxshi borib keling, charchamang. To'xta. 3-4 oyning chaqirganda men mahalladinining oshxonaga borib qo'y. Necha kundan beri aytaman? Voy, adajon, o'zim olib qo'yaman. Ya kelin qo'ying, og'aylar bilan Bo'pti, men ketdim. bitta o'zi ko'tarib oldimi? Bo'ldi, men boshqa o'ynayman. Voy, meni kalimchi. O'g'lim chiqib ketdi menimcha. Yo'q, yana ikkita bor. Kerak emas, kerak emas, kerak emas. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qo'lingga nima qildi? Bilmadim, sezmayapman. Menimcha uzilib ketdi-yu. Uncha noziysan, ha? Oyjon, yakshanba kuni zborim bordi, borib kelsam maylimi? Yakshanba kuni xolangiznikida zbor bo'ladi. Idish tovoq yuvib, trenirovka qilasiz. Xotining menga bugun ensasini qotirdi. Sezonman. Oxirgi payt chiqish olmayapsizlar. Ada, Xon saroyi Muhabbat shahri loyihasida yangi bloklar sotib ochilibdi. O'sha yerdan yozsamchi? O, zo'r. Ol bolam. Keyin alohida chiqib ketamanmi? Mana, kvartirani qo'yib qo'yamiz, pul kelib turadi. O'zi sanichi xotini aynatyapti. Bunday erkak bo'lib urisholmaysan ham. Sotak. Umi, menga qara. O'labi, nima bo'ldi? Onamga jahl qilibsanmi? Qilmadim. O'zingdan ketma, ey onangni sani. Onadan ketmang, G'ulom aka. Nima bo'ladi? Nima qila olasan? Ay, 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 ay.